Allohga shukr, ayolim bilan munosabatlarimiz zo'r, hammasi chotki. Prosta shu internetda ko'rib qolganim uchun sizlar ham shu savolni berib ko'rishinglarni so'raydim. Internetda qiziq bitta suhbatda guvohi bo'lib qoldim. Shuni sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. Bir kishi bir ayoldan so'rayapti. Tasavvur qilamiz, bir erkak kishi biznes boshlayman deb bankdan kredit oldi, uyini shu garovga qo'ydi. Yillar o'tib, haligi biznesi o'xshamay qarzga kirib qoldi. Turmush o'rtog'i bilan kelishmovchi bo'lgandan keyin ajrashyapti. Shunda bank oldidagi qarzlarni kim to'laydi? Baribir hamma narsa birga bo'ladi deb aytilinadi oila qurganda. Desa, albatta erkak kishini o'zi to'laydi deyapti. Keyin hop deb keyingi savol beryapti. Keyingisida xuddi shunaqa vaziyat, lekin haligi kishini omadi kelib, ishi zo'r bo'lib ketdi. Lekin baribir ayoli bilan konflikt bo'lib ajrashdi. Ishlab topilingan shuncha mol dunyoni qanaqa qilinadi desa, uni bo'lish kerak deyishyapti. Shunga sizlar munosabatinglar qanaqa? Muvaffaqiyatga erishganda haligi ishlab topilingan boylikka teng bo'linadigan bo'lsa, muvaffaqiyatga erishmasdan mag'lubiyat bo'lganda, ishlar yurishmaganda ajrashgan holat bo'ladigan bo'lsa, unda qanaqa yo'l tutish kerak? Allohga shukr, ayolim bilan munosabatlarimiz zo'r, hammasi chotki. Prosta shu internetda ko'rib qolganim uchun sizlar ham shu savolni berib ko'rishinglarni so'raydim, yaqinlaringizga, ayniqsa turmush o'rtog'ingizga. Tabiiyki, turmush o'rtog'im bilan hazil qilib shu savolni berganimda, birinchisiga yo'q, erkak kishisiz o'zingiz yopishingiz kerak deyapti. Omad kelib zo'r bo'ladigan bo'lsa, unda bo'lishamiz deyishyapti.